Oyijon, keyin mencha bitta doktorga borib kelishim kerak edi. Ha, tinchlikmi qizim? Tekshiradigan vaqt keldi-da. O'zim boraman deyapsizmi? Siz eringizni uyg'otib, birga boring. Yo, ular bormaydilar. Nimaga? Kecha kech kelganlar ishdan. Uxlayaptilar hozir. Turg'izaman desam, menga baqirib beradilar. Masalan, ketingda yuramanmi deb. Nimaga yurmas ekan? Ja erkalatib yuborasiz eringizni. Bola faqat sizga kerakmi? Endi oyijon, qo'yavering, o'zim borib kelaman taksida. Yo. Qizim, unaqa o'rgatmang. U erkak kishi o'z ayolini vazifasini qilishga majbur. Keyingi safar boradilar oyijon. Yo. Keyingi safar yo'q qizim. Bugun hozir uyg'otib, birga ikkalovinglar doktordan o'tib kelasizlar. Bo'lmasa men shu cho'ppichi boya yaxshi ham olmagan ekanman. Shu cho'p bilan uraman sizni. Qayerdan oldingiz oyijon? Shuni atelabdan olib keldim, ikkalovinglarni urish uchun. Ikkalovinglarga qo'shilib, men ham yosh bola bo'lib ketyapman. Uf, Bor eringizni uyg'oting. Hozir rostdan ham shu kaltak bilan kaltak yeysiz. Uni tarbiyalash kerak. siz 22 yil tarbiya bera olmagan bolangizni qanaqa qilib men 2 oyda tarbiyalayman? Qilasiz. Men 22 yil tarbiya qilganim yetmagan bo'lsa, qolganini siz tarbiya qilasiz. O'rgatmay hamma narsani bo'yningizga olib, qilsin u ham. Borsin. Issiqda yurmayman deng. Ketingizdan zontigizni ko'tarib yursin. Belim og'riyapti deng. Sumkangizni bering, og'irlik qilyapti deb. Oyijon, bilasiz-ku, keyin aytadilar, men senga podkablучникmanmi? O'zing ko'tarib yur deydilar. Xotinini boshida ko'tarib yuradigan erkak podkablучник bo'lmaydi. Men o'zim unga tushuntirib qo'yaman. Jannat erkak bo'ladi. Chunki siz uni farzandlarini tarbiyachisiz. Ularni tarbiyalaysiz, o'stirasiz. O'shaning uchun siz o'zingiz to'g'ri yo'lga boshlang endi qizim.